voy kelin yaxshimisiz, kelin qanaqasiz, anchadan beri gaplashmaymiz kelinlar to'g'risida. Tavba qildim, astag'firullah. Mayda har bitta qaynona ham ne hasratdan kelin oladi, shu sovchilikka borganda qo'rqib turadi. Ey Allohim, qanaqa kelin ekan, yaxshimikan, voy baxtli saodatli bo'larmikan bolam bilan deb qo'rqib kelin olar ekan. Bitta o'rtog'im kelin oldi-da, boshida dedi, rosa qo'rquvdim. Voy, menga mosmikan bu, oila mosmasmikan deb boruvdim. Boshida rosa yuragim g'alati bo'luvdi. Shaddod-da ular endi. Uydagilar shaddod bo'lgani bilan qizi ham shaddodroq ekanda, lekin kelin bo'lib tushsa menga ham baqir-chaqir qilib betga sapchib ketarmikan deb o'ylovdim. O'rtoq deydi. Men aytdim, yo'q, endi hamma qizlar ham shunaqa emas, dedim, to'g'rimi? Keyin, yo'q, yaxshi dedi. Hozir mana 2 qat bo'ldi deydi. Endi baribir odam bilmaydi kim qanaqa kelin olishi ham. Hozirgi zamonda ko'ryapmiz, qancha qizlarni, tavba astag'firullah-ku. Men internetlarda ko'ryapsizlar, hijobli qizlarni mashinani orqasida erkaklar bilan nima qilayotganini, Xudo asrasin, insof bersin. O'shaning uchun любой man degan qaynona ham qo'rqar ekan. Shaddod, Xudoni balosi bo'lsa ham, Allohim menga yaxshi kelin kelsin deya, Alloh o'zing to'g'ri yo'l ko'rsatganda, Xudoyimni Xudodan so'rayotganda, men bilmoqchiman, o'sha o'rtog'im qo'rqib oladi-yu, yaxshi, hozir Xudoga shukr, kelini nima desa qilib boradi, oyijon derkan. Baribir bir xil aytadi-yu, uydagilari shaddod bo'lsa ham, voy, unaqalarga qiz berish kerak emas, o'tdan qiz olish kerak emas. Shaddod bo'lsa odam qo'rqadi, uydagilarga tortib ketadi dedi. Bo'lmagan gap ekan. Ming shaddod bo'lsa, ming shallaqi bo'lsa ham, shu shallaqalar ko'ngli toza bo'ladi. Baqir-chaqir qilgan odam pismo'ladan qo'rqqan dedi. Pismaytirib chiqaradi. Pismaytirib chiqaradi, abdodan buzilsin. Shunaqalar rosa ko'p. Nechta oilalarni ko'rdi. Voy, qizim, bunaqa rostalayam shu. Ko'rdik-ku, qoriya qizlar nima bo'ldi? U Misrda o'qib kelgan qoriya qizlar tanishimga kelin bo'lib, erimni xizmatini qilaman, men sizni xizmatingizni qilar ekanman, oyijon deb 4 oy yashab, 4 oy 5 oy yashab ketib bordi. Shuning uchun nima deymiz, hammaga yaxshi kelin kelsin, foto anaqa qaynonalar o'zim o'rgilaysizlardan, yaxshi kelinlar ham ko'p, yomon kelinlar ham ko'p, hammaga insof topib bersin. Shu o'rtog'im olib xursand bo'lib, hozir mana 2 qat bo'lib o'tiribdi, yaxshi dedi, salomon qutulmasin dedim. O'zing yaxshisan-da, o'rtoq dedim, yaxshi kelinga. Qaynona yaxshi bo'lsa, kelin ham zo'r bo'lar ekan, to'g'risi. Shuning uchun yaxshi bo'linglar, bola, jodalarim, sizlarni sevaman, salom. Mardinglar qilsin, sharaf bo'lib. Yaxshi